Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil, yuk avtomobil agregat texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnikalaringizni YouTube'ga OLXga haftadan o'ziga reklama qilib beramiz. Mana endi birinchidan sotiladigan texnikalar bilan tanishsak, biz sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan T28 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati a'lo darajada, hamma jihat soz holda, bexarajat holda turibdi. Yarim kalitli zavodat bo'ladi. Zardo'mos korobkalarda 1 gram ovozi yo'q. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika. Bu texnikamizning ishlab chiqarilgan yili 1992-yil ishlab chiqarilgan. Dokumentlari joyida, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 20 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikamizning manzili Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan T80 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 2013-yil ishlab chiqarilgan. Holat a'lo darajada, hamma joyi soz holda, zardo'mos korobkalarda 1 gram shovqini yo'q. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 25 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, bu texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikamizning manzili Navoiy viloyati Navbahor tumanida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MT80 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning hamma joyi soz, hech qayerda kamchiligi yo'q. Motor korobkalar ziver holatda. Dokumentlari joyida, rullari gidravlika. Zardo'mos korobkalarda umuman ovozi yo'q. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 39 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikamizning manzili Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Navoiy viloyati Karmana tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi TTZ Hachir traktori. Ishlab chiqarilgan yili 1997-yil ishlab chiqarilgan. Holati zo'r, hamma joyi soz holda, bexarajat holda turibdi. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 32 million so'm, yana ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Farg'ona viloyati Chimyon shaharchasidan bo'ladi. Bu texnikamizning ishlab chiqarilgan yili 2005-yil ishlab chiqarilgan. Bu texnikamizning markasi Sonyang traktori. Motor korobkalari ochilmagan, radnoy, ichki bartavoy oldi vidishi polavtomat korobkaga ega. Bu traktorimiz yaqinda Koreyadan kelgan deb aytib o'tmoqda. Qo'shimcha agregat chizig'i bor, uni ham qo'shib beramiz deb aytib o'tmoqda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda yoki texnikani ustida kelishamiz deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Ham yaqin, ham arzon yerlarda haydatilyapti mana. Traktorga gaz yo'q. Kecha ham qiz degan ekanman.
Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sassinada bo'lgan Arion 630 texnikamiz sotiladi. Bu texnikamizning ishlab chiqarilgan yili 2010-yil ishlab chiqarilgan 8000 soat ishlagan balonlari yangi. Zadnimiz korobkalarda 1 gram shovqini yo'q. Hamma joy radnoy holatda turibdi. Olasiz, ishlatasiz. Dokumentlari joyida. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 450 million so'm. Yanayam kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu texnikaga qiziqishlar marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Mana Arion 630. Ha? Oh. Bizning navbatdagi sotiladigan agregatimiz Surxondaryo viloyati Denov tumanidan bo'ladi. Bu agregatimizning markasi KF8 agregat hisoblanadi. Bu agregatning holati yaxshi, umuman kamchiligi yo'q, ishga tayyor holda turibdi. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 25 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, agregatni ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Bu agregatga qiziqishlar marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Shuni sotiladigan texnikalar bilan birinchilardan bo'lib tanishishingiz mumkin. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lansangiz, biz texnikalaringizni YouTube'ga, OLX'ga, avtoilovimizga reklama qilib beramiz. Mana aka 5 metrli diski birini firma Alplardagi Turetskiy. Hop, yili 2022. Vesi 4230 kg ekan. Biz traktorga og'irlik qildi, yaqinda oldik, ishlatganimiz yo'q o'zimiz hozir. Diski yaxshi holatda. Umuman ramalarda bironta yerda svarka tekkan yeri yo'q. Mana shu katogada faqat shu yerda svarka bor. Qo'y ham yo'q, butun. Javob. Garantiya. Balonlari ham yaxshi holati. Biz traktorcha ot kuch kamlik qilyapti, qiynalyapti tortgani, kichikroq damoqchimiz ishlatib ko'rdik. Yaxshi torta olmadi traktor. Shunga sotyapmiz.